Hurmatli davlat xizmatchisi, endilikda samaradorligingizni oshirish va kasbiy rivojlanishingizni yangi bosqichga olib chiqish vaqti keldi. Prezident huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi taqdim etadi. Davlat xizmatchilari uchun yangi imkoniyat. edu.bisa.uz masofaviy platformasi kasbiy salohiyatni oshirish va yangi bilimlarni egallashda zamonaviy qadam. Endi vaqt va makon cheklovi emas, zamonaviy va qulay samarali bilim olish imkoniyati siz uchun. Ayni damda platformaning o'zida 8 ta asosiy kurs taqdim etilmoqda. Davlat fuqarolik xizmatchilari uchun kiberxavfsizlik asoslari, davlat xizmatiga kirish, davlat xizmatchisining etikasi, energiya tejamkorligi, davlat xizmatchisiga zarur kompetensiyalar, iqtisodiy bilim asoslari, yashil energetika, har bir davlat xizmatchisi ma'naviyat targ'ibotchisi. Bundan tashqari siyosiy ma'rifat soati, ekspert qabulxonasi, ibrat farzandlari va mutolaa kunlari orqali mustaqil ta'lim uchun ham o'quvlar mavjud. Bugungi kunga qadar 117 mingdan ziyod xizmatchi kurslarni muvaffaqiyatli yakunlab, 240 mingdan ortiq sertifikatga ega bo'ldi. Shuningdek, boshqaruv samaradorligi agentligi hamda kiberxavfsizlik markazi mas'ul xodimlari bilan hamkorlikda ushbu platformada kiberxavfsizlik sohasiga oid o'quv kurslari, ya'ni video darslar, test savollari, ma'ruzalar va taqdimotlar ishlab chiqildi. Maqsad davlat fuqarolik xizmatchilarini kiberxavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish sohasidagi bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash, shuningdek ushbu yo'nalishdagi mutaxassislar uchun mustaqil malaka oshirish imkoniyatini yaratishdir. Bugungi kunda edu.bisa.uz platformasi davlat xizmatchisi mobil ilovasiga integratsiya qilingan bo'lib, har bir xodim o'z smartfoni orqali onlayn kurslarni o'tash imkoniyatiga ega. Hurmatli davlat xizmatchilari, edu.bisa.uz bu sizning shaxsiy rivojlanishingiz va kasbiy yuksalishingiz uchun yangi maydon. Ro'yxatdan o'ting va o'zgarishlarni bugundan boshlang. edu.bisa.uz raqamli ta'lim maydoni.